Azizlar, erta bahordagi ko'kni o'rnini hech qaysi karmovoy dobavkalar, ya'ni ozuqaviy qo'shimchalar, vitaminlar hech qaysisi erta bahordagi ko'kni o'rnini bosa olmaydi. Erta bahorda 100 ga yaqin, yuzlab desak ham bo'ladi, har xil giyohlar aynan erta bahorda chiqadigan o'simliklar bor. Nima shifobaxsh bo'lsa, nima ahamiyatli bo'lsa, nima qadrli bo'lsa, unga yetish mashaqqatli bo'ladi. Yo tog'u rog'larda, baland cho'qqilarda o'sadi giyohlar yoki ma'lum vaqtda chiqib, shu bilan yil davomida qaytib uni ko'rmaysiz. Shuning uchun erta bahorda otlarni ko'kka to'ydirish kerak. Ko'kka olib chiqqandan keyin otlarga yem, quruq o't, shunga o'xshagan narsa umuman mutlaqo berish kerak emas. 40 kun yesa ko'kni, inshaallohu karim, Allohning izni bilan juda ko'p dardlardan forig' bo'ladi. Qolaversa ichaklari tozalanadi. Distirlangan suv bilan diyeta qiladi odamlar. Ichaklarni oshqozon ichak davolaydi. Tabiiy o'tlarning ustida shudring bo'ladi. Distirlangan suv ham shu yerda, giyohlar ham shu yerda, kunduz kuni quyoshni taftidan qizib olgan, energiya olgan o't ham shu yerda. Shuning uchun g'animat bilinglar, qo'ldan boy bermanglar bu kunlarni. Tulporlarning hammasini ko'kka olib chiqib, ko'kka to'ydiringlar. Assalomu alaykum aziz ot suyarlar. Yaqinda bir nechta post qo'ygandik. Shu yerda kommentariyalarda, sharhlarda savollar bo'libdi har xil. Shu savollarga javob tariqasida bitta post tayyorlayapmiz. Otlarni ko'kka chiqarishni parazitlarga qanday foydasi borligi to'g'risida. Eng dolzarbi shu. Aslida erta bahordagi ko'k parazitlarni tuxumlarini lichinka holiga yetib, qayta harakatlarini oldini olish uchun juda foydali, samarali. Agar otxonada oziqlanadigan bo'lsa, u 72 soat, ya'ni 3 sutkadan keyin yegan oziqasi chiqib ketadi. Bu esa oziqani ichiga tuxum qo'ygan parazitlarni lichinkaga aylanib, qaytib yana organizmga harakat qilishiga, ya'ni muhit bo'ladi. Ko'k yeganda esa yegan oziqasini chiqib ketish davri 3 barobarga qisqaradi. 24-30 soatda chiqib ketadi. Bu esa oziqani ichiga tuxum qo'ygan parazitlarning tuxumlari yetilishga, lichinka bo'lmasdan chiqib ketadi. Bug'doy to'g'risida gap bo'libdi. Ertalab kechqurun oziqlantirib, kunduz kuni bug'doy bersam bo'ladimi deb. Bug'doy aslida otlarning oziqasi emas. Bug'doy uglevodga juda boy va aynan yilqilarda modda almashuvini buzadigan oziqa hisoblanadi. Bug'doy uzoq vaqt oshqozon ichakda tursa, o'zidan toksin ajratadi, ya'ni zaharlanish boshlanadi. Shuning uchun otlarga bug'doy berish tavsiya qilinmaydi. Modda almashuvini buzilishi esa laminit kasalligi, ya'ni bu odamlarning xalqning tilida boyagi suv tushdi, yem tushdi degan jumlalarni kelib aynan mana shu oziqani orqasidan ham bo'ladi. Shunday ratsionga arpa va sulini joylanglar, nimani olib tashlanglar. Hozir chiroyli har xil oziqalar chiqqan, oziqaviy qo'shimchalar, shulardan foydalanish kerak. Beda masalasida bitta ot suyar vatandoshimiz dalaga ko'k olib chiq degan joyda bedani ko'rsatib, bedadan boshqasini ko'rmayapman debdi. Beda rus tilida lyutserna deyiladi va madaniy oziqalarning ichida madaniy oziqalarning malikasi beda hisoblanadi. Shuni yaxshilab bilib qo'yinglar. Beda oqsilga boy, minerallarga, kalsiyga, fosforga boy bo'lgan birinchi raqamli oziqa hisoblanadi. Shuning uchun aslida hozir beda yemaydi otlar, ammo dala boshlarida ramashka, qamish va shunga o'xshagan, qamish glyukozaga boy, ramashka pochka, jigar, oshqozon ichak tizimini yuvib tozalash xususiyatiga ega va shunga o'xshagan oziqalar juda ham ko'p chiqadigan mavsumda turibmiz. Bu to'g'risida hali yana post qilamiz. Hozircha qisqa qilib aytadiganimiz shuki, otlarni ko'kka olib chiqma degan odamlarni yuziga bitta tarsaki tushirib, tulporlaringni ko'kka olib chiqaveringlar.